bo'lib bugungi bilan men yuruvchi Flashix bo'lib bugungi videomizda biz ajoyib LED keyboard qilishni o'rgataman. Sizlar bo'lsa kanalga birinchi bo'lib like bilan obuna bo'linglar. Biz unda ketdik. Birinchi bo'lib Google Play ga kirib keyboard deb yozasizlar. Keyboard. Endi bunaqadir. Keyin birinchida mana bunaqa svedoidnoye klaviatura bosasizlar. Va o'tda sizlar nima desamki o'tkazib olasizlar. Keyin открытni bosasizlar. Keyin sizlarda bunaqa narsa chiqib kelmaydi. Sizlarda lounge chiqib keladi, ya'ni davlat tilini tanlaysizlar. O'zbekiston yo'q. Men inglizcha qilib qo'yganman. Keyin bo'lsa tanlaganinglardan keyin sizlarda bitta joy chiqib keladi va u yerda настройкаlardan yoqib qo'yasizlar va svobodniy o'sha hozirgi ismni yoqib qo'yasizlar. Keyin o'zingiz yaratsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda hozir ko'rsataman. Yokida mana buni o'zingiz tanlab olsanglar ham bo'ladi. O'zingiz yaratmoqchi bo'lsanglar mana plyuschani bosasizlar. Plyuschani bosasizlar, keyin bosganinglardan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi. Va bu yerdan xohlagan narsalaringizni tanlab olasizlar. Mana masalan har xil narsalar bor, effektlar bor. Bu mana bu rangni tezlashtiradi. Shunday qilib o'zingizga tanlab olgandan keyin sizlar save ni bosamiz. Короче, save ni bosamiz. Albatta bu yerda har xil narsalar bor. Masalan, keyboard effektlarga kirsanglar bu yerda colorlarni tanlasanglar bo'ladi va mana bunaqa set effektlarni va keyboardga kirsanglar mana bunaqa narsalar ham bor. Va fontga kirsanglar bo'lsa mana bunaqa ala, ya'ni nima desamki, shu raqam bunaqa. Va tanlaysizlarda backgroundda har xil narsalar bor, soundlar ham bor. Lekin hammasi ochiq emas, qufullar ham bor va save ni bosasizlar. Mana save ni bosasizlar, ko'rsatay. Mana shu yo'q, what the fuck. Yo'q. Mana shu save ni bosasizlar. Yo'q. Keyin bosganinglardan keyin sizlar bu yerda ismini, klaviaturaning ismini qo'yasizlar. Men masalan va bu yerda men 4 ta bo'ldi, chunki men hozir ham qildim. Bunaqa. Va shu bilan sizlar mana shu o'zingizlar klaviatura yaratdilar. Albatta videoga like bilan obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan men